Bugun rosa ko'p odamlar mendan stiralniy mashina, kuxnya topib bering deb iltimos qilishdi. Sizlar uchun ikkita stiralka va ikkita kuxniy garnitur topib qo'ydim. Bu videoni uyiga stiralka, kuxniy garnitur qidirib yurgan yaqin tashrif jo'natib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Biz obzorni boshladik. Manzilimiz Toshkent shahar Mirobod tumanida joylashgan. Xo'p, bu kuxnyamiz eniga 330 bo'ladi. O'zini komplektiga kiradigan narsa, gaz plitasi bor, mikrovolnovkasi bor. Balandligi 245 bo'ladi. Mana shu oq tarafi tepasida ham yana bor. Uni rasmda ko'rsatib ketamiz. O'zini smesitel moykalari bor, akrildan qilingan, holatlari zo'r turibdi. Xo'p, bu kuxnyamiz bunaqasi 260 devorgacha, bu G-obrazniy bo'ladi. Bu tarafi 225. Buni e'tibor beradigan jihati, bu toshdan qilingan, mramor bo'ladi. Bu tarafi ham hamma joyi starishlisasi toshdan qilingan. Xo'p, buni komplektida GFS gaz plitamiz bor, holatlari yaxshi, o'zingiz uchun bitta yuvib olasizlar. И вытяжкasi bor. O'zi laminatdan qilingan, ichlari ham toza holatda turibdi. Buni moykasini ham mramorni o'zidan chiqargan, smesitel moykalari ham bor. Xo'p, narxiga kelsak, buni 4,5 million so'mga beramiz. Bu kuxnyamizni ham 4,5 million so'mga beramiz. Endi stiralkani ko'rsataman. Ikkita LG stiralkamiz bor, DDN Vector bo'ladi, motoriga 10 yil garantiyasi bor. Chotki holatda turibdi, kam kuchlashda ham ishlaydigan bo'ladi, ideal holatda ko'p tursa, ichlari ham zo'r holatda turibdi. Buni narxini 2 million 200 ming so'mdan berib olamiz. Egalari nomeri Telegram kanalida bo'ladi, bemalol o'tib telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi. Ulgurib qolinglar.